Sen nimaga kelib meni sharmanda qilsan ishxonamda? Men sizni sharmanda qilayotganim yo'q hali. Men sizga ovqat olib keldim. Xonamda yesam bo'ladi-ku shuni, shu. Nima farqi bor? Men qattiq xohlasam shu deysiz. Atinam shu rayhonni oldida yediraman. Bo'ldi, qo'y, menga qara. Yur ketdik. Hali u bilan ham son-sonsiki o'ynaganmisiz? Birinchidan zonzoziki emas, dondonziki. Nima farqi bor? Qoshiq olib keldim. Qani suruling. Sig'maysiz, u qayerda tizimda o'tirasizmi? Mumkinmi? Mayli, o'tira qoling. Xo'sh, hozir oshingizdan tatib ko'ramiz. Ey, bu sizga emas. Erimga bu. Ey. Bir kishilik bu. Ey. Sizlar yosh bolamisiz-la? Ber. Nima berarkanman? Oyjon sizga deb berdilar. Birinchidan bu bir kishilik. Voy bo'ldi. To'ydim. Rahmat. Oling. Mana, zaharingizga yeng. Ha, undan keyin ogohlantiraman. Meni erimga kechasi telefon qilmang. Keyingi safar xafa qilaman.